bo'ladi? Kim? Kim bo'ladi? Faqat bitta qirolicha ham qaynona bo'ladi albatta. Xalqimizda bir gap bor. O'g'il tuqqan gubernator, qiz tuqqan jindiradir degan. Eshitganmisizlar? Shoir. Ko'ringlarmi? Va ko'ringlarmi? Va qasaqami? Suyunchilarni klikadan qabul qilaveramiz. Bemalol behijolat olib kelaverasizlar. Demak, kelin safariga ish qo'yaverasiz. Qanday? Shunisi bilan qiziq bor. Chaqqongina qilishda, sarib jumanus ishda. Azlar ovora, Makiyatulloh yo'lida, jvoy namozi qo'lida bu ijaralarimiz ko'ngilsiz sog'usiylar. Ilxona, amma hammasi mo'l bitsa bo'landiki. Asal qaysi tomon yutadi? Kelin tomonmi yoki kuyov tomonmi? Yaxshi, kelin tomondan 3 kishi bo'ldi, kuyov tomondan 3 kishi. Yana kim chiqadi? Dilfuzxon, keling. Yaqinroq keling. Xo'p, kelin tomondan kim chiqadi? Yana Dilfuza, voy adash ekanlar bilan. Voy bolajonim, qani yaqinroq keling. Yana kim chiqadi? Talabgorlar bormi?